kechirdim dedim, ama kechirmaganman. Alloh kechiradi, men Alloh emasman. Men bu gapni tushunaman. Ya'ni birini kechiraman deyish boshqa, kechirish boshqa. Biz juda ham ojizmiz. Bilasizmi? Har qanday samimiyat Robbimizning qarshisida eng go'zal holatiga qaytadi. Domla aytdiki menga, o'zingga nima so'rasang, u kechirmagan odamingga 10 qatini so'ra. Allohim, u menga yomonlik qildi, ama sen unga dunyoni bir bandaga qilinishi kerak bo'lgan eng yaxshi hamma narsani bergin unga. Jannatingda qilgin. Eng go'zal bandalaring qatorida qilgin. Eng yaxshi narsalar bergin unga. Meni og'ritdi, ama sen uni kechirgin. Meni ham qalbimdan uni og'riqlarini ketkiza olsang ketkizgin. Men ketkiza olmayapman. Ama sen qila olasan buni. Men unga kuchim yetmaydi, ama sening kuching yetadi. Bir kuch ko'rsatib qo'yam deyishingiz ham mumkin.